sityevoyda qanday ishlash yo'llari. Ya'ni ko'pchilik ish boshlaganda xatolarga yo'liqadi. O'shandan keyin ishi yurishmasa, albatta kim aybdor bo'ladi? Bugun aynan shu xatolarni qilmasligilar uchun shu mavzuni ochdim va bu uchun nimalar qilish kerak va qanaqa yo'l tutish kerakligini aytib bermoqchiman. Motivatsiya. Sizga faqat motivatsiya beradi, ishla. Chunki biz sityevoyga o'rtoqlar, pul ishlab topish uchun kiramiz. Biz pul rasxod qilgani uchun kirmaymiz. Bu biznes ham sizlarga foyda keltiradi. Sizlarga zarar emas aslida. Shuni esda tutinglar. Misol deb olaver mahsulot yo'q, hech kim sizlarni mahsulot olishga majburlamaydi. Shuni bilib olinglar. Uyingizga to'plamang u mahsulotni. Keragi yo'q. Sota olmasangiz, uni to'plamang. O'rtoqlar, balkim o'z ustingizda ishlang. Birinchi navbatda sityevoyga kelganda ustoz tanlash kerak ekan. Men buni tushundim. Qarasam, nimaga Rossiyadagilar dahshat dang'illama zo'r o'sib ketyapti-yu. Biz O'zbekistonda biz mana shunaqangi nima deydi? O'lib tirilib zo'rg'a ishlaymiz. Sababi nimadan? Ko'pchiligi lekin menga даже bunaqa ham degan. Bu ertak degan. Bu siz aytayotganlar hammasi ertak, o'zingiz erishdingizmi deydi. O inson, siz menga qo'shilmasangiz, men qanaqa berishaman? To'g'rimi? O'zimizga odam tortmasak, biz qanaqa berishamiz? Hammamiz birgalikda erishishimiz uchun bir-birimizni qo'llashimiz kerak. Siz qo'shildingiz, men sizga berdim, sizni tortdim, sizni birinchi oylikka o'tirg'izdim, o'stirdim, premiyalar oldingiz. Kerak bo'lsa sayohatga olib chiqdim. Endi buni men olib chiqmayman, kompaniya olib chiqadi, lekin men bilan birga. Men sababchi bo'lyapman xolos. Shu kompaniyada sizni tanishtirib, shu yo'llarini ko'rsatgandan birga bordik, aylandik, bo'ldi. Siz orqaga qaytgingiz kelmaydi. Yaxshi yashagingiz keladi. Kamiga mahsulot juda ham sifatli ekanligidan mahsulotdan siz nima olasiz? Davo olyapsiz. Dangasa odamlar o'solmaydi va sizni ayblab chiqib ketadi. Bo'lmaydi menga deb chiqib ketadi. Lekin shijoatli, siz bergan narsani vaqtida qiladiganlar esa qaytib chiqib ketmaydi. Balkim harakat qilaveradi. O'xshamasa ham qilaveradi va siz bilan yuraveradi-da. Chunki ko'ryaptiki, siz har doim harakatdasiz, o'syapsiz.